Voy, kim taqillayapti o'zi ertalabda? Voy, kim taqillayapti? Yangayman. Qo'shni yaxshimisiz, tuzimsiz? Ha, nima gaplar? Men zo'r sayt topdim. Qara mana hozir Qani. Davay kirib olay. Ana, ko'p. Ana, hozir ko'raychi. Xo'sh. Qani, haqiqatan zo'r. Narxi buncha arzon nega bu yerda? Bilmaysizmi sababini? Bilmayman, menimcha Xitoy tovarlari. Balki Bilmadim, sifatli yo sifatli emas. hozir turing, o'zim telefonimni olib chiqay deyman. Hozir qaniydi? Xo'sh, qaniydi telefonim mana. Xo'sh, plastik kartamni olaman. Chunki zakaz qilishim mumkin. Qo'shni. Ulaysiz o'zim telefonimga qani uladim. Hozir mana sizniki telefoningiz. Xo'sh. Narxi haqiqatan ham juda arzon ekan. Vau. Axir bu qurol-ku bu. Qurollar ham sochar ekan. Qurol. Menga bitta narsa kerak. Buyurtma qilaman. Bitta savolim bor. Bu o'zi zakaz o'zi qachon keladi? Yo bir kunda keldimi, yarim soat keldimi? Bunisi bilmadim. To'xtab turing. Uyim yo'q. Mayli, xulosa zakaz qilib ko'raychi. Qurol ham sochar ekan. Drabovik. Bitta buyurtma qo'ray. Mayli. Xo'sh, drabovik hozir zakaz qilamiz. Hozir plastikada nomeri kerak. 3860. Xo'sh, mana plyuch oldi. Qo'shni bu sayt o'zi ishonchlimi? Men $50 pulimni shu qurolga sarfladim, o'qlari bilan chiqing. Ko'pchilik to'g'ri deyapti. Sifatli men yangi telefonga sarfladim. Yangi telefon? Yangi telefon olaman. Xo'sh, men pulni to'lagan bo'lsam, xo'sh. Mana unda bu zakaz o'zi qancha keladi? 2 soatdami? Ko'raychi. SMS keldi. Zakazingiz keldi. Buncha tez keldi zakaz. Sizga ham shunaqa keldimi o'zi? Hali buyurtma qilaman. Mayli, keyin buyurtma qo'yaverasiz, xullas. Keldi menga. Xabar yo'q. Mayli. To'xtangchi. Stop. Menga SMS yozishdi. Qanday? Ana va mashina sotuvchini uyga bor deyishibdi. Menimcha to'g'ri bizni aldashgan, bizni lo'q deb o'ylashgan. Aniq bizni lo'q deb o'ylashgan. Hozir boraychiman. Xo'sh. Sotuvchi ish ochiq ekan. Yo'q, lanat. Lanat. Qo'shni buni ko'ryapsiz. Lanat. Sotuvchi bu. Merga bormay. Mer bizni aniq o'ldirib yuborishi mumkin. Bo'lmaydi, lanat nimadirlar. Bo'ldi, menimcha aytmagansiz yaxshi. Mer bizni boshimizga aniq qo'yib yuboradi bunaqada. Lanat, nega bu boshqa kiyim kiyib olgan? Mayli, bunga qiziqmaymiz. Sandiq. Lanat, bu axir bu qurol bu. Ili tut o'qib bilan. Qishloqqa, qo'shni. Mana qarang. 28 ta o'q. Menimcha 2 ta o'q, menimcha bilishim xohlamayman. Bo'lsa o'zi yaxshimikin? Siz buni zakaz qildingiz, biror narsa tegmay, biror narsasi. Ko'raychi, otib ko'raychi biror joyga. Bu juda xavfli qurol bu o'zi. Uyim Qarayapsiz bunda, xullas. Qo'shni yaxshisi bor, qo'shni. Bu meni eski uyimda qo'shni. Yaxshisi borsiz. Meni uyimda qolganingiz ancha yaxshi. Yo'qsa bu sayt nimadir qilishi mumkin bizga. Meni uyimda qolganingiz yaxshi. Men tutib uxlaymansiz. Mayli, kirib uxlaysiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Mashina yo'q. Mashina o'zi qimmat qo'yganman. To'g'risi bo'lsa, men uxlayverardingiz. Minecraft qotyapti har doimgidek. Haligi tushmadi. Men to'xtab turib, boltamni olasiz, ungacha mashina yotib turing, lekin pullarimga tegmang. Xo'sh, boltani olamiz. Keyin yana 32 ming so'm olamiz. Bo'lmay to'xta. Bularni yashirib qo'yaman. Yo'qsa aniq o'lib ketishi mumkin. To'g'ri, albatta hujjat olishim kerak. Yo'qsa meni daraxtchi deb so'rashib qolishi, shu hujjat ko'rsataman albatta. Xo'sh. Shunda qo'shni tushib turing, qo'shni. Siz uyimda bir yotib turavering. Men bu kichkina skuterimda aylanib kelaman. Shunda yaxshi, xo'sh, qani minaychi. Xo'sh. Qo'shni.
Ha, Mana menga qaraydi siz. u anavi kimda bu tang? Kim bu? Steve? Bu chegaraga adashmasam 2 kun bo'ldi. Yo'q, uyda kimdir bor. La'nati, bu yerda kimdir bor. O'liga la'nati, bu chodir, eski chodir, juda eski. Menimcha ikkita Steve o'lib la'nati yo'q, o'zga tushib ketdim. La'nati yo'q, menimcha bu yerda katta sirlar bo'lyapti. Men politsiyaga telefon qilaman, bilmayman. Men politsiyaga aniq telefon qilishim kerak. Men hozir O'yinni bosmang. hozir kelaman. Mayli, men undangacha men telefon qilib turaman. Xo'sh, 911 qaniydi? Uyni bo'lay. Xo'sh, 911 mana topildi. Alo, eshitamiz. Sizga qanday yordam bera olamiz? Xo'sh, politsiya bu yerda adashmasam qotillik bo'ldi. 3 ta qotillik. 3 ta qotillik sizga juda tez kelishingiz kerak. 3 ta qotillik bo'lishi mumkin emas. Tezroq biz borishimiz kerak unda. Unda tezroq kelinglar unda. Nechanchi qishloqdasiz? O'sha 13-qishloq. Yaxshi, unda biz ketyapmiz. Yaxshiyam. Meni kelsa kerak, menimcha qo'sh. Qo'shni. Qarasiz o'zi. Nima qildilar? Qo'shni. Mana orqangizda mana qaysi? Qo'shni, sizlar chaqaloqni ishlayaptimi? Yo'q, men telefonda ekan, xullas, qo'shni, siz meni uyimga yotganingiz yaxshi, bunaqada politsiya o'zgacha keladi, xo'sh. Men ungacha o'rmonga borib kelishim kerak. Yo'qsa, bilmadim, o'rmonga ketganim ancha yaxshi. Mana kelinlar ketib qolyapti-yu. Sekinroq o'ynada tushamiz. Qo'shni nega men uxlatgan bo'lsangiz kerak. Mana uxlab charchabdi. Men albatta sandiqqa qo'yib qo'yishim kerak narsalar. Pulni, hujjatni, telefon ikkita bo'lib qolibdi. Men telefonim. Mana chiqibdi sizniki. Maniki o'g'lab solib qo'yamiz. Bolta bu yerga emas. Boltani qo'yib qo'yamiz. Meni uxlashdi. Nega bo'ynim qattiq og'riyapti? Bo'ynim og'rib ketdi. Menimcha qo'shnim ketgandir bo'lsa kerak. Mayli, hozircha politsiya ketdi. Assalomu alaykum politsiya. Va alaykum. Siz politsiya chaqirganmisiz? Ha, men o'sha yangi politsiya chaqirgandim. Sizlarga barcha qotillarni nega shu bo'lyapti? Barcha qotillarni ko'rib chiqsa, qotil yo'q mencha. Siz politsiyaga qaranglar, o'yin ushlagansiz mencha. Yo'q, hozir qochib turingda. Xo'sh, xat bor ekan. Qanaqa xat bor endi? Do'stingni ko'rmoqchi bo'lsang, 10,000 dollar olib kel. Buni kim yozgan bo'lishi mumkin? Mayli, menimcha meni aldashgan bo'lsa kerak, hozir tezroq boraychi. Qo'shnim albatta o'z ishlari bilan ketgan, boshqa nima ham qilardi? Lekin u yo'q, mayli. Nima? Sotuvchi? Yangaymi? Nimasiga nimada bo'ldimi? Ishladim deyman. Yangaymi mencha, siz politsiyaga katta o'yin qilgansiz mencha. Yo'q, nimasi politsiyani o'yincha ahmoqlardan o'ylaysizmi? Yo'q, to'g'risi, axir siz o'lgan bo'lish kerak. Axir bu yerda qon, sandiq qayerda? Uchi. Bu va'da la'nati. Siz o'lgan bo'lish kerak edi. Yangaymi, sen ichib olganmisan, chak olganmisan? Men shaharga ketgandim, bugun keldim. Lekin politsiya, men haqiqatan buni ko'rganim, sizning do'stimman guvoh. Siz do'stingiz bir ayolni o'lib olgan. Nima? O'lgan? Albatta, biz vaqtda ma'lumotdan ko'rib chiqdik. U bir ayolni o'lgan. Aynan kim tomoniga noma'lum. Lekin siz politsiya o'yicha o'yin qilaman deb o'yladingizmi? Yo'q, masalan, mana bu bor. Men yozib bosishga beraman. Qani mana. O'qingni. Yo'q. Buni men sizga qaytarib bermayman. Politsiyaga katta o'yin qildingiz. Buncha siz javob berasiz. Yo'qolib yerda sen o'zingcha politsiyaga o'yin qilib qo'yadigan bo'ldingmi? La'nati, meni aldashdi. La'nati, men nima qilsam bo'larkin? Haliyam tutdim. Politsiya qochib turgan endi meni kiray uyimga. La'nati. Haqiqatan ham do'stim ekan, qayerda ekan? Lekin to'tilar qurol bor menda.
Lekin meni qamatib yuborishlari aniq. Chunki bu qurol qanaqagini men lekin saytchi? Albatta, bu saytdan menda zo'r fikr bor. Balki bu saytda yana boshqatdan zakaz qilarman. Albatta. Yani boshqatdan zakaz qilsam aniq keladi va shunda kim uni o'rab ketgan aniq bilib olaman. Xo'sh, qanday o'sha sayt nomi nima edi? Qanaqadir oltin.com